O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining qo'shma murojaati. Aziz yoshlar, mehribon ota-onalar va muhtaram ustozlar. Farzand insonning dunyodagi eng aziz ne'mati. Ota-ona bo'lish juda katta baxt. Shuning uchun ota-ona bolasini ko'z qorasiday asrab, himoya qiladi. Bolasiga yaqinlashgan har qanday balodan uni himoya qilish uchun ko'ksini qalqon qiladi. Minnatdor o'g'il-qizlar esa keksaygan ota-onalarini boshlarida ko'tarib ardoqlaydilar. Azizlar, bu zamonda yoshlarga ko'z tikkan balo-yu tahdidlar juda ko'p. Shulardan biri giyohvandlik balosi. Bolalarimizni bu balodan himoya qilishga otlanaylik. Aks holda u yoshlarimizning nafaqat sog'ligini, balki bo'lajak oilalarni, butun jamiyat kelajagini barbod qiladi. Shunday ekan, biz yoshlar, ota-onalar va pedagoglar sifatida har birimiz bu illatga qarshi qat'iy va birlashgan holda kurashishimiz kerak. Ming afsuski, mamlakatimizda ayrim yoshlar bilib yoki bilmay, vaqtinchalik zavq izlab, oson pul topay deb bu illatga aralashib qolib, o'zlarining baxtliyor kelajaklarini barbod qilmoqdalar. Aziz yoshlar, sizdagi sog'lom ma'naviyat, kuchli iroda, bilimga tashnalik mamlakatimiz kelajagining asosidir. Hech qachon bir marta sinab ko'raman degan aldovlarga ishonmang. Giyohvand moddalar hayotingizni kemiruvchi, zahar, ertangi orzularingizni o'g'irlovchi, razil illat ekanligini aslo unutmang. Giyohvandlik hamda narkojinoyatchilik har bir insonga va oilasiga baxtsizlik olib keladi. Butun jamiyatning osoyishtaligiga putur yetkazadi. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizga e'tiborli bo'laylik. Ularga har kuni e'tibor va mehr ko'rsataylik. Ular bilan ochiq muloqot qilaylik. Tinglaylik va muammolaridan boxabar bo'laylik. Yoshlarga yaxshi fazilatlarni o'rgatib, yomon odatlarni tark etishni, shuningdek, to'g'ri va noto'g'ri ishlarning farqiga borishlikni o'rgataylik. Farzandning qalbida mehr, ishonch va ma'naviyat bo'lsa, begona g'oyalar uni yuragiga hech qachon kira olmaydi. Jigarbandlarimizni giyohvandlik balosidan asrashimiz uchun barchamiz ogoh va hushyor bo'lib, giyohvandlikning barcha ko'rinishlariga qarshi birgalikda kurashishimiz lozim. Qadrli ustozlar, yosh avlodni tarbiyalashda sizning rolingiz beqiyos. Ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, giyohvandlikning salbiy oqibatlarini yoshlar ongiga yetkazish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Har bir dars, har bir suhbat yosh qalbda sog'lom fikr va mas'uliyat tuyg'usini uyg'otishi lozim. Shogirdlarimizni o'z farzandlarimizdek asrab avaylashimiz lozim. Barchamiz birlashaylik. Millat xoinlari bo'lmish narko jinoyatchilariga murosasiz va keskin munosabatda bo'lib, ularga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qilish organlariga faol ko'maklashaylik. Unutmang, O'zbekistonning tinch va sog'lom kelajagi har birimizning bugungi hamjihatligimizga va harakatimizga bog'liq. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti ham yoshlarimizni bu xavfdan asrash, ularni xavfli chaqiriqlardan ogoh qilish maqsadida bir qator profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Har bir talaba yurt kelajagi demakdir. Shu bois universitet jamoasi yoshlarimizni sog'lom turmush tarzini tatbiq etishga, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga va xavfli chaqiriqlarga yo'q deyishga chorlaydi. Aziz talabalar, hurmatli ota-onalar va muhtaram ustozlar, giyohvandlikka, narko jinoyatchilikka qarshi kurashish barchamizning vazifamizdir.